Yuragingiz siz o'ylagandek oddiy a'zo emas. Ko'pchilik uni shunchaki bir nasoz deb biladi, lekin u aslida biz tasavvur qilganimizdan ko'ra ancha g'ayritabiiy va aqlliroqdir. Yurakni hayratlanarli faktlar. Tinim bilmas motor, ko'kragingizda har soniyada, har daqiqada ishlaydigan tirik dvigatel bor. U kuniga 100 mingta marotaba ortiq uradi. Buning uchun sizdan hech qachon ruxsat so'ramaydi. Mustaqil tizimga ega. Yurakni o'z elektr tizimi, o'z ritmi va hatto o'z xotirasi bor. Agar tanangizdagi barcha nervlar uzib tashlansa ham, yurak urishda davom eta oladi. Go'yoki u hayotni ich-ichidan eslab qolgandek. Kichik miya funksiyasi. Yurak ichida 40 mingta nerv yashaydi. Bu kichik bir yurak miyasi bo'lib, u xavfni ongingizdan oldinroq sezadi va siz hali o'ylab ulgurmasdan unga reaksiya beradi. Tuyg'ular va yurak. Yuragingiz siz tushkunlikka tushganingizni hali o'zingiz anglab yetmasdan turib his qiladi. Ko'zlaringiz xavfni ko'rib ulgurmasdan u qo'rquvdan tez ura boshlaydi. Fikrlarimiz yetib kelishidan ancha oldin bu bizni ogohlantiradi. Siz his qilgan har bir tuyg'u, shodlik, qayg'u, muhabbat yoki ayriliq ushbu mushakda jismoniy iz qoldiradi. Siz yengib o'tgan har bir qiyinchilik yurak urish maromini o'zgartiradi. Yurak nafaqat tirik, balki u hushyor, u o'rgan.